Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Abdal Qurat 1. Dersu Salisu Aşara. 13. Savak. Ceddun. Çoğata. Ecdadun. Çoğatalar. Ceddetun. Çoğane. Ceddetun. Çoğaneler. Sa'atun. Saatler. Avraqun. Baraklar. Medarisu. Medreseler. Fusulun. Klaslar. Şebabiku. Terezeler. İhvatun. İniler. Ahavatun. Eceler, ebnaun oğullar, benatun kızlar, evladun ballar, abaun atalar, ummahatun ineler, haulai digiler, hum alar, kum siler, na biz, beldetun şar, kala, ayyuha ey, haza ceddi, bul benim çoğ atam, zalike cedduka, digil senin çoğ atam. Bil aklami yaktubuna alel avraqi. Kalemlerinin dıskalarının üstüne yazıp yatışat. Haulâit telemizâtu yahfazûne durûsahum. Digil okçular savakların jattap yatışat. Bit tabaşiri yaktubuna alel elvahi. Bormenen doskalarının üstüne yazıp yatışat. Haza ibni. Bul benim balam. Haulâi ebnâuke. Digiler senin oğulların. Ayna binti Fatimatu. Huna fil Cüneyneti. Benim kızım Fatima hayda bul yerde bahçanın içinde. Ana uhibbu ceddeti kesiran. Men çoğ enemdi köp yaxşı görüm. İftahu şebabike eyyuhel evladu. Ey baldar terezilerde aşkıla. El evladu yuti'une abâehum. Baldar atalarıga başı işet. El-âbâ'u yuhibbûne ebnâehum kesiran. Atalar oğullarını köp yaxşı görüşür. Hum yel'abûne fid-dâri. Alar koronun içinde oynayıp yatışır. Nahnu nuhibbu ihvatana kesiran. Biz inilerimizi köp yaxşı görürüz. İqra'u durusakum eyyuhat telamizatu. Ey okçular savağınlardı okuğula. Fi beldeti Bukhara yucedu medarisu kesiratun. Bukhara şaharında köp medreseler var. Haulâi benati. Tigiler menin kızlarım. Haulâi ahavatuka. Tigiler senin gecelerin. Ati'u ummahatikum eyyuhel evladu. Ey baldar enelerin erge başı gile. Haulâil evladu yel'abûne bin kurati. Tigil baldar top minen oynayıp yatışat. Lime tel'abûne. Emne üçün oynayıp yatasınlar. İqra'u durusakum. Savağınlardı okuğula. Fahimtu dersi. Savağımdı düşündüm. İhfaz derseke. Savağındı jatta. Ayna sa'atu. Saat kayda. Et-telamizatu yahrucuna minel fasli. Okucular klastan çıkıp yatışat. İhvati yezhabuna ilel gâbeti. Menin inilerim tokoyga ketip yatışat. Hâzâ isim işaralardan bolup mahallen marfu mubtada ceddi izafay ma'naviyen limanisine bolup durup mahallen marfu mubtadaga habar. Ceddi özü muzaf yay mutakelim muzafın ileyh. Zalike ismi işaralardan bolup fathaga mamni mahallen marfu mubtada cedduka izafay ma'naviyen limanisine bolup durup mahallen marfu mubtadaga habar. Ceddu özü muzaf ke mahallen mecrur muzafın ileyhi. Bi cer aklami mecrur cer mecrur mutalık yaktubuna fiiline baylanat. Yaktubuna özü muzor fiil. Vav foylu desek bulat. C foylu aslında hum zamir mustatir yaşılgan desek bulat. Ala cer avraqi mecrur. Cer mecrur mutalık yaktubuna fiiline baylanat. Ala bul cerde isti'ala üçün kelgen. Haulâi ismi işaralardan bolup mubtada et-telamizatu bedel. Yahfazuna cümle-i fiiliye mubtadaga haber. Yahfazuna özü muzor fiil. Vav foil cevabı foil aslında hum zamir mustatir yaşılgan. Durusahum izafay ma'navi limanisinde bolup durup maf'ulun bih. Durusa özü muzaf hum mahallen mecrur muzafun ileyh. Bicer at-tabaşiri mecrur. Cer mecrur mutalık yaktubuna fiiline baylanat. Yaktubuna özü muzor fiil. Foilu vav desek bulat. C foil aslında hum mustatir yaşılgan. Ala cer alvahi mecrur. Cer mecrur mutalık yaktubuna fiiline baylanat. Ala bu cirde dağın isti'ala üçün kelgen. Haza ismi işaralardan bolup fatha amamli mahallen marfu buldağın mubtada ibni izafay ma'naviyen limanisinde bolup durup mahallen marfu habara. İbni özü muzaf yay mutakani muzafun ileyhi. İbnu özü muzaf yay mutakani muzafun ileyhi. Haulâi ismi işaralardan bolup mubtada ebnâuka izafay ma'naviyen limanisinde bolup durup mubtadaga haber.
Abna özü muzaf, ka mahalan majrur muzafun ileyh. Ayna istifhamiya habar muqaddam. Inti izafay ma'nawiyan li manisna bo'lib turib mubtadai muakhar Fatimatu badal. Huna al taqdirda al kainatudan zarf makan fi jar al junaynat majrur jar majrur mutaalliq taqdirda al kainatu g'avlat. Taqdirdagi maxsus mubtadaga ushul xabar bo'ladi bular jalbis. Taqdiriy ko'rinishni ayta turamiz. Intuka Fatimatu al kainatu huna fil junaynati deganda. Ana زمن مفصلlerden bo'ldi mubtada uhibbu jumlai fe'liya mubtadaga xabar uhibbu o'zi muzori fe'l foylasida ana zamir mustatir joylashgan va aid mubtada qaytat jaddat izafay ma'nawi ya'ni li ma'nisida bo'lib turib maf'ulun bih jaddata o'zi muzof ya'ni mutakallim mahalan majrur muzofun ilayh kasiran maxsus maf'ul mutlaqdan sifati o'zi hazf qilgan maf'ul mutlaq hubban bo'lgan iftahu amr fe'l vav fo'il Jo'sa foylasida hum zamir mustatir joylashgan desak bo'ladi. Ash-shababika maf'ulun bih. Ayyu bo'lsa mamni alasam buldag'ini da tamg'alaridan ha haytam bih al-avladu bul badal bo'ladi. Shu jalbı shular birigib maxsus nidoga munoda bo'ladi ekan. Taqdirdag'isi ya bo'lgan, ya ayyuhal avlad bo'lgan, ya hasf qilingan. Shu yaga shu ayyuhal avlad munoda bo'ladi ekan. Negizi jalbili nidolar birinchi ya tamg'asi ondan keyin ayya hayya ayyun hamza va ay tamg'alar al avladu mubtada yuti'una jumla fe'liya mubtada xabar yuti'u o'zi muzor fe'l vav fo'il javoza fo'ilasta hum zamir mustatir joylashgan va roji' mubtadaga qaytat abahum maf'ulun bih aba o'zi muzof hum mahalan majrur muzofun ilayh الآباء مبتدا يحبون جملة فعلية مبتدا خبر يحبون اسم مضارع فعل واو فاعل جو فاعل هم زمير مستتر جرشان وراجع مبتدا قيد أبناءهم مفعول به أبناء اسم مضاف هم أخنا مجرور مضاف إليه كثيرا مخصوص مفعول مطلق صفاته حذف قلنغان مفعول مطلق hubban kasiran bo'lganda hubban so'zi hazf qilingan hum zamir munfasillardan bo'lib mubtada yal'abuna jumla fe'liya mubtadaga xabar yal'abuna o'zi muzor fe'l vav fo'il jil bo'lsa foylasida hum zamir mustatir yashirilgan huwa ayd mubtada qaytat fi jar ad-dari majrur jar majrur mutallaq yal'abuna fe'lna baylanat nahnu zamir munfasillardan bo'lib mubtada nuhibbu jumla fe'liya mubtadaga xabar nuhibbu o'zi muzor fe'l foylasida nahnu mustatir zamir yashirilgan huwa ayd mubtadaga ikhwatana izafa bo'lib maf'ulun bih ikhwat o'zi muzof na mahalan majrur muzofun ilayh كثيرا مخصوص مفعول مطلق صفاته حبا degan hazf qilingan maf'ul mutlaq bor iqra'u amr fe'l vav fo'il javoza foylasa hum zamir mustatir joylashgan durusakum izafay ma'nawi ya'ni ma'nosida bo'lib turib maf'ulun bih durusa yuzum muzof kum muzofun ilayh ayyuha ayyu bo'lsa mamni alasam buldag'ini da tamg'alaridan ha haytam bih talamizatu badal shu jalbı shular birigib maxsus nidoga munoda taqdirda ya ayyuha talamizatu bo'lgan fi jar baldati majrur jar majrur mutaalliq yujadu fe'lna baynana baldati o'zi muzof buxoriy muzofun ilayhi yujadu majhul fe'l madarisu noib fa'il kasiratun ana sifati juda buxora g'oyri musarrifdan shartlari ajatlardan bo'lgan buni yujadu o'zi mashhur fe'l bo'ldi madarisu noib fa'il shu yerda kecha aytayotgan mavsifatda 10 shartni topish kerak ulardan birinchisi raf nasb jar 3 alomatda shu uchini birisi bo'lishi kerak raf bo'lgan bo'lsa sifatida raf bo'lishi kerak nasb bo'lsa nasb jar bo'lsa jar bo'lishi kerak edi bu yerda bo'lsa madarisu bo'lsa zammamen turadi kasiratun deyli zamma biroq tanvin kirib ketadi bu yerda madarisuga nega tanvin kirgan emas madarisu o'zi bu yerda buldag'in g'oyri munsariflardan madaris bunun sharti birinchi tamg'asi fathalangan uchinchi tamg'asi alif bilan sukun bo'lib turgan bo'lsa undan keyin ikki tamg'acha 3 tamg'a kelib turgan bo'lsa shular g'oyri munsariflardan degan ekan shuning uchun tanvin kirib ketadi madarisu so'zi bu mumtahal jumu' deb qo'yadigan olimlar bu g'oyri munsarifdan boshqa shartlar emas bularga so'zning boshi fatha bilan 3-chi tamg'asi alif bilan ondan keyin 2 tamg'a kelayotgancha 3 tamg'a keladi 3 tamg'a kelib turgan bo'lsa o'sha o'rtog'isi sukun bo'lib kelish kerak deydigan buga misol shababiku mana 3 tamg'a bo'lgan shababiku bular g'oyri munsariflardan alifdan keyin 3 tamg'a keldi 3 tamg'aning o'rtog'isi sukunli bo'lishi kerak dedi bunda sukunli bo'lib kelib ketadi bular mumtahal jumu' bular dag'in g'oyri munsarif bo'lib hisoblanadi o'sha mavsufatning ikkinchi sharti
mufrat bo'lishi kerak. Je tasniya jamliqda ushul je mufrat bo'lsa mufrat, tasniya bo'lsa tasniya, jam bo'lsa jam bo'lishi kerak. Bu yerda madarisu o'zi jam, kasirotun bo'lsa mufrat bo'ladi. Bu yerda da mavsuatdan nima shartlari tolib aytadi. Tolib aytgandagi naflamalar aytadigan, g'oyraqil bo'lgan narsalardan jam siyg'alarining sifatlari mufrat kelish kerak deb. Kelishligi vojib degan ekan. O'shundan madarisu o'zi jam bo'ldi, kasirotun mufrat bo'ladi. Mufrat bo'lib chiqqanda ushul qoidaga binoan shunday bo'ldi. Ondan keyingisi sharti ma'rifalik nakiraliga. Bu yerda o'taganda nakira oydan, bu yerda o'xshash alami. 4-sharti muzakkar muannaslik. Muzakkar bo'lsa muzakkar, muannas bo'lsa muannas. Bu yerda o'zi madarisu sirtdan ko'rinishi muzakkarga o'xshab, kasirotun muannasga o'xshab turadi. Bu yerda dag'in ulamalardan söz var ki, g'oyraqil bo'lgan narsalardan jam siyg'alari muannas bo'lib keladi. Ma'nan muannas bo'ladi ekan. Bu haqiqatan o'zi ko'rinishda muannas bo'lsa dag'in, taqdiriy o'zi muannas bo'lib hisoblanadi ekan. Haulai ismi isharalardan bo'lib mubtada, banati izafai ma'noyi ma'nosida bo'lib turib mubtada xabar. Banati o'zi muzof, ya mutakallim mahram majrur muzofun ilayh. Haulai ismi isharalardan mubtada, akhawatuka izafai ma'noyi ma'nosida bo'lib turib mubtada xabar. Akhawat o'zi muzof, ka mahram majrur muzofun ilayhi. Ati'u o'zi amr fe'l, va fa'il bo'lsa foydasi hum zamir mustatir jashilgan. Ummahatikum izafai ma'noyi ma'nosida bo'lib turib mahram mansub maf'ulun bih. Bu yerda dag'in ummahatikum nega maf'ul bo'lib turib ummahati bo'ladi deydigan bo'lsa, negiz jalbida jamdar, jam muzakkar, yana jam muannas bo'ladi. Ayrim jam muannas salimdir dag'in, buning negizi jam muannas emas ekan. Jam muannas salimga mulhaq ismlardan. Sebebi jam muannas salim bo'lishi uchun asli binosi, mufratning asli binosi buzilmasligi kerak. Ummaha deb turib, bu yerda ha qo'shilganda nezi asli tamg'alar umum bo'lgani. Bu yerda ha qo'shilgan, o'zi jam bo'lish uchun ha emas, alif bilan ta'yid qo'shilish kerak edi. Bu yerda o'zi mufrat ko'rinishi buzilganligi uchun, o'sha uchun bu dag'in mulhaq bo'lganligi uchun jam muannas salim o'xshash rafa banda raf bilan nasb jar alomati kasra bilan bo'ladi ekan. O'sha uchun ummahatikum bu yerda kasrasi fathadan o'rin basar. Ayyu bo'lsa mamni alasam ha haytanbih al avladu bul badal. Shu jalb shular birigib maxsuf nidoga munoda. Taqdiri ko'rinishi ya ayyuhal avlad bo'lgan. Haulai mubtada, avladu badal. Yal'abu jumlai fe'liya mubtada xabar, yal'abu muzor fe'l, واو فايل جا فايل هم زمن مستتر شان هو راجع مبتدا خيطات بيجر الكرة مجرور جر مجرور متعلق يلعب فين بينات تيجر ما مجرور جر مجرور متعلق تلعب فين بينات تلعب مضر فيل واو فايل جا فايل هم مستتر هم زمن مستتر جشلغان يقرأوا أمر فيل فايل هم زمن مستتر جشلغان جواب مصوعون فايل ليبس رؤوسكم إذا في معنى يعني ما نستبدل ضرب مفعول به دروس o'zi muzof, kum muzofun ilayh. Fahima mozi fe'l, tu foil zamir muttasillardan bo'lib. Darsi zafay ma'noyi ma'nosida bo'lib, maf'ulun bih. Darsi o'zi muzof, ya mutakallim, mahram majrur, muzofun ilayh. Yahfaz amr fe'l, foil asnata zamir mustatir jo'shilgan. Darsaka zafay ma'noyi ma'nosida bo'lib tur, maf'ulun bih. Darsi o'zi muzof, ka mahram majrur, muzofun ilayh. O'zi ayna istifhamiya bo'lib taqdirdagi kana zarf makan bo'lib turib xabar muqaddam as-saatu mubtadai muakhar at-talamizatu mubtada yakhrujuna jumla fe'liya mubtada xabar yakhrujuna o'z muzor fe'l vav foil jawsa foil asda hum zamir mustatir jashhan va roji' mubtada qaytat min jar al-fasli majrur jar majrur mutaalliq yakhrujuna fi'na baynat ikhwati zafai ma'na yani ma'nisna bo'lib turib makhalan marfu mubtada ikhwati o'z muzof ya mutagal makhlan majrur muzofun ilayh يذهب جملة فعلية مبتدا خبر يذهبون مضارع فعل واو فاعل جاء فاعل استا هم زمن مستتر جاشلغان وراجع مبتدا خيطت إلى جر الغابة مجرور جر مجرور متعلق يذهبون في بيننا والله أعلم الصواب.